Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana zakaz persifimiz tayyor bo'ldi. Akamiz Rossiyaga borib kelaman dedilar. Zakaz asosida ishlab berdilar, ishlab berdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Avval Adresingiz nadaga? Qozariston. Qozariston. Rossiyaga borib kelaman dedingiz-a? Avval. Rossiyaga qatnayman dedingiz. Avval. Kim Rossiyaga ketsak bo'lsa, yuk olib ketsak bo'lsa, bemalol shu og'amizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Yana yaxshi etib, sifatli qilib persiplarni xudo qolsa qilib berdik. Persip ma'qul bo'ldimi sizga? Oluvchilarga nima deysiz? Tavsiyangiz? Aling, akamizdan zakaz orqali saqlab beradilar. Ko'ngildagidek deb. Hamma zapchastlarimiz toza, bolalarimiz, tubisalarimiz, barkalaringiz, o'slarimiz bir oy turva. Persip, resoldan, lislari 0.2 ta'mirdan. Kalın, ikkilik kalın. 0.2 da. Kalın listlerden. Ajoyib etib, ko'ngildagidek. Bakvat etib, taxlab berdik. Tiyetler bilan, yine silindirler bilan koyup berdik damazın, silindirler. Bravarasi yapmayapanda. Yine. Bemalol qo'ng qatnayman dedilar, ishlarini beklayman dedilar, xudo xolasa. İşlerini endi furaman dedilar. Bakvat qilib yine qilib berdik. Teyler 76'lık broy turba. Yangi balolar bilan geliştik ağam bilan yine. Sütü pizzalardan paket sütü pizza oldu. Bemalol şu yerlerini içeriye qarat dediniz, ha? Tamam. Yine içeriye qarat koyduk xudo xolasa şu yerlerini yine. İçeri tomona qaradı. Şu spravkalardan yine qilib berdik. Şu spravkalardan yine ajab edib qilib berdik. Xudo xolasa nömir tek pasport olib beradilar. Kime shunday sifatli, baquvvat persiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Jak mashinalarni ustanibga qilib berdik yine. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sifatli baquvvat persiplarimiz kerak bo'lsa, manzilga kelsak, manzil Xorazm viloyati Xozaras tumani Alaqali Ko'l mahallasida. Yana qaytarib o'taman. Manzil Xorazm viloyati Xozaras tumani Alaqali Ko'l mahallasida joylashgan. Bemalol taksi xizmat ham bo'lsa, akam ham telefon uraverasizlar, xudo xolasa. Nomeringizni aytib berasizmi? 8927 252 5183. WhatsApp, Telegram Hammasidan bor, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'sha og'amiz yana Rossiyaga borib kelaman dedilar. Sog'inglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar, xudo xolasa.